Assalomu alaykum aziz dindoshlar. Alloh taolo bergan bu umrni hamisha yaxshilikka, mehr oqibatga, sili rahmga bog'lab yashagan odam dunyo oxiratda eng go'zal maqomlarni qo'lidan kiritadi. Ya'ni o'sha maqomlarga yaxshilik bilan yetib boradi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam Alloh go'zaldir, go'zalligini yaxshi ko'radi. Go'zallik deganda qalb go'zalligi, til go'zalligi, insonning vujudidagi a'zolarni go'zal bo'lmoqligi. Ya'ni behuda har xil yomonliklar bilan shug'ullanmasligi. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytibdilarki, ikkita odamning o'rtasini buzib yuborgan mening ummatim emas deyaptilar. Tasavvur qiling, ikkita do'sti yoki bo'lmasa er xotinning o'rtasini, shunga o'xshagan odamlarning o'rtasini fitna qilib, gap yurgizib buzganlar mening ummatim emas deyaptilar. Bir xonadonga men taklif qilindim, ozgina kelishmovchilik bo'lgan. O'sha kelinni turmush o'rtog'i Rossiyada bo'lgan. Farzandini ko'rsatgani ayoli shahar poliklinikasiga farzandini olib borgan. Olib borgan vaqtida bir yigit bilan gaplashib turganligini o'sha Rossiyadagi bolani sinfdoshi rasmga olib, xotining mana poliklinikada yigitlar bilan gaplashib yuribdi deb jo'natgan. U yigit xatni rasmda olgandan keyin, telegramda olgandan keyin hech qanaqangi gap so'z yo'q, uyiga xotiniga telefon qilib, "Seni boshing ochiq, talaqsan, ko'zimga ko'rinma, sen menga xiyonat qilyapsan" degan gapni aytgan. Uni tagi u gaplashib turgan yigit o'zini xolasini o'g'li bo'ladi. Shunda ko'rishib qolgan poliklinikada salomatlik qilib turgan paytda qali yigit rasmga olib jo'natib yuborgan. Sinfdoshi. Ana endi mana shu joyda Alloh subhanahu va taolo sizlarga bir fosiq xabar yetkazsa, to o'sha xabarni o'rganib